Koreyadagi eng vahshiy monstr va 7 yoshli qizi taqdiri. Men uchun bu eng og'ir kino, chunki real voqealardan olingan kino. Iltimos, agar juda ham ta'sirchan bo'lsanglar, videoni o'tkazib yuborishingizni so'rayman. Hozir aytadigan har bitta gapim real voqealardan olingan. 1995-yilda Koreyada oddiy bir o'rtahol oilada 7 yoshli qiz, adasi, oyisi yashayotgan oilada juda ham ayanchli voqea yuz beradi. Film nomi Jelanya, Koreyada ishlab chiqarilgan. Drama Club, Dramaland saytlarida ko'rsangiz bo'ladi. Rus tilida tarjimasi, menimcha o'zbek tilida ham tarjimasi bor. Google'da qidirib ko'rishingiz mumkin. 7 yoshli qiz bir kun maktabga ketayotgan bo'ladi va ichida bir mast katta odam uchratib qoladi. Oradan 2 soat vaqt o'tib, oyisiga telefon bo'ladi bolnitsadan va tezda yetib kelishini so'rashadi vrachlar. Oyisi bilan adasi bolnitsaga yetib borganda, qizi juda ham ayanchli holdaligini aytadi. Yo'g'on ichiga butkul tamom bo'lganini aytadi va 7 yoshli qiz vahshiylarcha zo'rlanganligini aytadi. Operatsiyadan so'ng qiz sekin o'ziga kela boshlaydi, lekin juda ham ayanchli ahvolda bo'ladi va tergov ishlari boshlanadi. O'sha maxluqqa rasmini ko'rsatganda qiz o'shaligini tan oladi, bilan juda ham ayanchli narsalar qilganini aytib beradi. Voqea butun Koreyada o'sha vaqtda katta shuv-shuv bo'ladi. Jurnalistlar даже bolnitsani o'rab olishadi. Shunaqa vaqtlar bo'ladiki, adasi qizini butun dunyo ko'rmasligi uchun xona olib qochib yuradi. Qiz esa shunaqangi yomon ahvolga tushib qolganidan o'zini otasidan nafratlana boshlaydi, chunki erkak kishi u bilan shunaqa narsa qilganligi uchun. Boyagi maxluqni hibsga olishadi, lekin u oxirigacha men bilmayman, men qilmaganman, men mas edim deb turadi. Aniqlanishi bo'yicha u monstr 13 marta qamoqda o'tirgan va bir kun adasi qamoqqa borganda tan olgan. Sen qilding-ku shu ishni men qizim bilan deganda, adasiga kulib qarab, "Men hali baribir qamoqdan chiqaman bir kun emas bir kun." Shuni bilib qo'ydi, tahdid qiladi. 7 yoshli qizni esa reabilitatsion psixologik sentrga berishadi va o'shanda u qiz aytadiki, "Meni bitta niyatim bor. Men hozir uxlasam va ertalab turganimda hammasi oldingidek bo'lib qolishini xohlayman", deb aytadi.